Samarqandda remont ishlari uchun barcha kerakli narsalarni topsa bo'ladigan showroomga keldim. Keling, bugun birgalikda assortimentni ko'rib chiqamiz. Men bugun aynan ochilish marosimiga keldim. Ko'rib turganingizdek, Max Decor bizni noz-ne'matlar bilan qarshi oldi. Do'stlarimni ham ko'rdim, endi esa shirin obzorni boshladim. Bu showroom Rossiyaning eng yirik aboy firmalari bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlab kelayotgan yagona distribyutor ekan. Aboylarning esa 5000 xildan ortiq kolleksiyalari mavjud ekan. Vkusingizdagi aboylarni qulay narxlarda topsangiz bo'lar ekan. Eshiklarning esa sifatli va zamonaviysini ham, lyustra, ya'ni qandillarning katta assortimentini o'z interyeringizga moslab, laminat parketlarni aboy eshiklarga moslab, professional dizayner sotuvchilar tanlab berishar ekan. Endi bozorma-bozor yurish shart emas. Max Decor showroomiga tashrif buyurib, remontingiz uchun kerakli va original tovarlarni qulay narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Manzil esa Targov Center Atlasdan o'tganda Afsona bozorining ro'parasida joylashgan Max Decor showroomi.